Hammaga hello bolalar, bugun sizlar bilan Erkinov YT. Bugun sizlar bilan kecha men post qo'ygandim. Imperiyani 4-qismida natsam bo'ladi. Ferma quramiz deb. Men 5 ga e'lon qilgandim, lekin 543 bo'lib qoldi. Ming bor bolalar. Men ayrim sabablarga ko'ra bir joyga ketdim va vaqtliroq qayta olmadim. Tak bolalar. Agar bu videoni Ozodjon o'rtog'im Ozodjon ko'rayotgan bo'lsa, salom. To'xta. Men o'zim ba'zan bor-ku. Ming bordir bolalar. Xayol bilan. Minecraft. Bilgan bo'lsanglar, Minecraftga yangilanish edi. Bana babam rahat. Shuna sabablarda. Valla ming bor. Sal videoni to'xtatishga majbur bo'ldim. Reklamani yomon ko'raman. Aytganda men sizlarga zo'r Minecraft tavsiya etaman. Adhar Crafts. Hozir videoni oxirida ko'rsataman. Unda 1.21 versiya bor. Hamda bilan ulanishingiz mumkin. Minecraftda oldin ulansa bo'lardi, yangilanish kelgandan keyin ulanib bo'lmadi. Men o'rtog'im bilan cho'tki narsalar qurganman. Lekin buzilib ketdi. Afsuski. Endi bu safar biz golemlar Moskvaga tanlashimiz kerak. Avvalo biz bedrockni olamiz va bizga taxtalar, taxta va reshotka. Eshik bizga kerak bo'lmaydi. Bizga sanalar kerak. Yani taxta. Yana zerlakati umuman kerak yo'q. Shuning hozir biza masroq joy tanlaymiz. Mana Imperiyaning darvozasi bor edi, bilsanglar. O'tgan qismda qurganda darvozadan chiqishni yomon ko'raman. Shuning uchun men shunday qurishga qaror qildim. Avvalo mosroq joy tanlashimiz kerak. Umuman bo'lmaydi. Zani darvozamiz mana bu yerda. To'xta. Biz mana shu yerdan quramiz bolalar. Fermani mana shu yerdan quramiz. Xo'p. Besh, 7, 8, 10 bo'ladi. To'rtta bo'ldi.
Qarangizlar bolalar. Ish qilaymi yo'qmi? Menga shuni aytsanglar. O'zi fermada umuman eshik bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Agar kommentariyaga yozsanglar, sizlar fikringlarga qarab o'sha eshik yoki qo'ymasligimda nasam bo'ladi. Ham zinapoyalarni bunday qilib bezak berib qilishni aytsanglar. Короче, не to'g'ri qo'yildi. Yep, buni babam eshitganmiz. Dadu, Aylishdan 8 dala oldim degan gap eshitganmisizlar bolalar? Короче, buyoqda endi biz yana buni ikkitadan chiqamiz bolalar. Короче, agar video 14 yoki 13 daqiqa bo'ladi. Men registratsiyadan o'tmaganman. O'tgan safar 22 minutlik video olgandim, lekin u YouTube menga ruxsat bermagandi videoni qo'yishga. Bidrush qo'yaverdim. Men 15 minutlik videodan yarga o'tolmas ekanman. O'rtog'im bor, Luxury Boy. Uni ham kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, please. Oslan. Luxury Boy. Montajda o'sha Luxury Boy kanalini chiqarib qo'yaman. Ferma qanaqa bo'ladi men ko'rmaganman, lekin o'yinlarda ko'rganman. Buni bo'ladi. Gitara qo'yib ketdi bo'ldi. Bu umuman gitara qo'yib ketdi. Bana bo'ladi. Asab. Sizlar ham mana teskari qo'yasanglar, asabinglar buzilib ketadimi? Sizlar bilmadimmi, men asabim shunaqa qaynaydi. Bana babarat. Bolalar ko'chada bo'ladi, shunaqa deb o'ylasanglar, buni atrofini bedroq bilan o'rayman hali. Yana oxirida birinchi qurilishini qilsam. Nita qo'yib ketdi valla. Bunday qilmaymiz biz. Burada ikkita eshik bo'ladi, bitta asosiy. Shunaqa mollar shunaqalar uchun. Men Imperiya obzor 2-qismi chiqqanda bilsanglar, men oddiy qanaqadir anaqa reshotkalar bilan o'rab chiqqandim. Qo'y anaqalar tiqilib qo'yganda, ba'zilarini o'sha videodan keyin anaqa keyin qo'ylar shunaqa tiqilib yotibdi. Galem 3 ta galem ichiga kirib ketgandi. Hamma galemlarimni o'ldirdim, eshsiz. Shuncha galem. Valla bir xato qolma. Video bir daqiqa. Valla ozgina vaqtga videoni o'chirdim. Shu narsadan o'tdim. Shu ishlamaslik asabda bor. Agar bolalar 15 ta bo'lsak, qachon bo'lsa 15 ta bo'lsak, men o'sha Adhar Crafts'da
Oyun o'ynayman. Survival qilaman. Warcraft 1.26 1.20 versiyada survival qilaman. Valla agar buni hozir bir 5-6 minut ichida qurib bitkaza olmasam, bu bunaqa fermani ikkinchi qismi ham chiqadi. Bu 4-qismi bo'lsa, keyingi qismida ham shu fermani tugallaymiz valla. Bir daqiqa. Time yotamiz. Valla qotma. Eng bor Telegramdan narsalar kelib yotibdi. Tam ustini yopsam ichim olmas. Hali bosmasimdan turgana qo'rqib ketadi. Okay, let's go. Hozir yarimtalik bulutlarni ham ishlatamiz. Sizni da chiqishim tezda. Ya, bana bakalım. Şimdi bu videoda tam ne için yapacak? Koyanım olmamasınca. Agar Among Us o'ynashni bilsanglar kommentariyaga yozinglar. Among Us deb kommentariyaga yozsanglar o'ynaymiz. Ya bana rahat. Voy shunaqa deganimda valla. Mana turasan. Ko'chada odamga biroz ahamiyat bermaymiz valla. Valla hozir video o'chadi. Chunki men 15 minutlik masamalada registratsiyadan o'tmaganman. Video o'chadi valla. Tepeda ko'rasizlarmi o'sha 20 tur 30 bo'lganda o'chadi. Har bolalar sog' bo'lasiz.